Assalomu alaykum. Men Nozirova Farangiz. Bugun sizlar bilan bog'lanishli nutq tekshirish texnologiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Rejalarimiz bu nutq va uning turlari, o'quvchilar nutqiga qo'yilgan talablar, bog'lanishli nutq, uni tekshirishning mazmuni va yo'nalishi. Nutq kishi faoliyatining turi, vositalari, so'z birikmasi, gap asosida tafakkurni ishga solishdir. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalari biri sifatida xizmat qilib keladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish quroli hisoblanadi. Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o'z fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqida o'ylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan, yozilmagan, o'ylangan nutqdir. Tashqi nutq tovushlar yordamida eshitilib yoki grafiklar belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutqdir. Nutqning o'zi turi ikki turga bo'linadi: ichki va tashqi nutq. Ichki bu aytilmaydigan, so'zlanilmaydigan nutq hisoblanadi. Bundan tashqari, maktabda o'quvchilarning tashqari nutqgina emas, balki ichki nutq ham o'stiriladi. Bolalar ichida o'qishga o'rganadilar va ichki nutq materiallarini o'zlashtiradilar. Turli vazifalarni o'zlari hal qiladilar. Asosiysi, o'zlarining og'zaki va yozma nutqi shakllanib boradilar. Fikrni ifodalash usuliga ko'ra og'zaki va yozma nutq. Og'zaki nutq tovush nutqi, yozma esa o'sha grafik nutq hisoblanadi. Og'zaki nutq ham, yozma nutq ham kishilarning o'zaro aloqa quroli sifatida xizmat qilib keladi, ammo og'zaki nutq aniq hayotiy sharoitda bevosita aloqa jarayonida yuzaga keladi. Yozma nutqdan bevosita aniq sharoitdan ajratilgan holda ham kishi ishtirokchisi ham foydalaniladi. Og'zaki nutq monologik, dialogik va polilogik tarzda bo'ladi. Bundan tashqari, o'quvchilar nutqi mazmundor bo'lsin. Nutq o'quvchilar uchun yaxshi ma'lum bo'lgan dalil hisoblanadi. Ularning kuzatishlari, hayotiy tajribalari, kitoblardan, rasmlardan olgan ma'lumotlarini hayotiy tajribalari asosida tuzilsagina nutqi mazmunli bo'ladi. Bolalar bilmagan narsa asosida tuzilsagina, ko'rmagan voqea hodisalar haqida yetarli tayyorgarliksiz so'zlarning ma'nosini bilmay turib qo'llasalar, nutq mazmunsiz bo'ladi. Nutqda mantiqiylik bo'lsin. Ya'ni fikr izchil, asosiy o'sha bayon etilishi, asosiy o'rinlar tushirib qoldirmasligi va o'rinsiz takrorga, mavzuga taalluqli bo'lmagan ortiqchalikka yo'l qo'ymasligi talab etiladi. Nutqning mantiqiyligi narsa, voqea hodisalarni yaxshi bilish bilan belgilanadi. Nutq aniq bo'lsin. O'quvchilar dalillar, kuzatishlar, taassurotlariga haqiqatiga mos ravishda oddiy bayon etibgina qolmay, shu maqsadning eng yaxshi til vositalari, so'z birikmasi, gaplardan foydalangan holatda maxsus ta'sirlar bilan ifodalashga o'rgangan bo'lishi kerak. Nutq vositalariga boy bo'lishi. Mazmuni aniq ifodalash uchun o'quvchi til vositalariga boy bo'lishi, u har qanday vaziyatda ham kerakli sinonimlardan, xilma-xil tuzilgan gaplardan mazmundor eng mazmunni tanlab foydalana olish ko'nikmasiga ega bo'lish lozim. Endi o'sha nutqning shakllanib borishi bolalarni o'sha eng birinchi gugullash davrida, o'sha 4-5 oylik davrga keladi. Ya'ni o'sha bola gugullash davrida dan keyin o'sha chuqurlash davriga o'tadi. Bundan keyin esa bola o'sha asta-asta 1 yoshga kirib 10-15 ta so'zlarni aytib boshlaydi. 3 yoshga kirib esa o'sha 3000 dan to o'sha 1000 gacha bo'lgan so'zlarni aytib boshlaydi. Bog'lanishli nutq, so'z birikmasi, gaplar, ertak, hikoyalar aytib berilishi esa bu maktab yoshidagi bolalarda kuzatiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan o'sha so'zlar ko'proq, o'sha bog'lanishli gaplar asta-asta shakllana boshlaydi. Lekin baribir o'sha nutqning shakllanmasligi maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'proq kuzatiladi. Endi bunda o'sha shakllantirish, to'g'ri korreksion ish ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda komplekslilik ravishda amalga oshiriladi. Bolalar ko'proq o'sha qiziqarli metodlarga, mashg'ulotlardan foydalangan holatda o'zlarining nutqini shakllantirib borishi mumkin. Ko'proq logoped shug'ullanish jarayonida
tekshirish, o'sha tekshirishlar asosan logopedik albomlardan foydalangan holatda amalga oshiriladi. Logopedik albomda bolalarni biz o'sha tovushlarni, nutqdagi kamchiliklarni bilib, o'sha qanday o'sha nutq nuqsoniga ega bo'lishini biz aniqlab olamiz. Bolada ko'proq o'sha maktabgacha yoshdagi bolalarda bir-biriga yaqin bo'lgan tovushlarni ayta olmaslik yoki tovushlarni bir-biriga yaqin bo'lgan tovushlarni almashtirib qo'yish, tovushlarni tushishi, so'zlarni tushish holatlari ko'proq kuzatiladi. Bunda o'sha korreksiya ish jarayonida dastlab bolaga to'g'ri nafas olish jarayoni ko'rsatiladi. To'g'ri nafas olish jarayonida bola og'izdan chiqarib, o'sha og'izdan olish yoki burundan nafas olib og'izdan chiqarish yoki og'izdan olib burundan chiqarish to'g'ri nafas olish jarayoni hisoblanadi. Nafas olish jarayonidan so'ng bola o'sha ko'proq artikulyatsion apparatiga o'sha funksiyasini yaxshilashga qaratilgan bir qancha mashqlarni bajarish kerak. Masalan, o'sha filcha, baqacha yoki naycha kabi mashqlar bolaga judayam zo'r ta'sir qiladi. Bolada artikulyatsion apparatini funksiyasini yaxshilashga qaratilgan yana bir qancha qiziqarli artikulyatsion mashqlarni bajartirish lozim. Bolaga endi artikulyatsion mashqlarni bajartirib bo'lgandan so'ng yo'q bo'lgan tovushlar asta-sekinlik bilan nutqqa qo'yilib boshlanadi. Yo'q bo'lgan tovush har xil turli usullarda, 3 xil yo'nalishlarda nutqqa qo'yilib boshlaydi. Mexanik, aralash, taqlid usullarida nutqqa qo'yilib boshlanadi. Taqlid bu eng sodda usul hisoblanadi. Eng sodda usuldan bolada yo'q bo'lgan tovushni taqlid asosida, masalan, qaysidir hayvonning ovozi yoki qaysidir multfilm qahramonini ovozini o'xshatish, shu qiziqarli tarzda biz taqlid asosida tovushlarni nutqqa qo'yishimiz mumkin. Taqlidda ham chiqmasa tovush, nutqqa qo'yilmasa, keyingi bu mexanik usul. Qandaydir o'sha mexanik ta'sir ettirib bolada tovushni chiqarib nutqqa qo'yish hisoblanadi. Keyin o'sha aralash usuli esa o'sha ham taqlid ham o'sha mexanikni aralashtirib qo'ysak, biz bu aralash tovush qo'yish hisoblanadi. Bolada ko'proq bu o'sha aralash usuldan foydalangan holatda yo'q bo'lgan tovushlarni nutqqa qo'yishimiz lozim. Bog'lanishli nutqqa keladigan bo'lsak, keyin bog'lanishli nutq asosan maktab yoshdagi bolalarda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bog'lanishli nutqni tekshirishda, misol uchun, qo'shimchalardan foydalangan holatda bolaga savol berish bo'ladi. Masalan, qayerga maktabga borasan? Ya'ni o'sha ko'proq qo'shimchalardan foydalangan holatda biz bolaga savol berishimiz mumkin. Keyin bundan tashqari bolada o'sha ertak, hikoya ko'proq o'sha maktab yoshidagi bolalarda ko'proq kuzatiladi. Ularda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ya'ni bu 7 yosh hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda 6 yosh bu bog'lanishli nutq ham o'sha asta-sekinlik bilan ichki nutq ham, tashqi nutq ham asta-sekinlik bilan o'sha rivojlangan bo'ladi. Keyin o'sha bolaga o'sha so'zlarni ikkita ustunga birlashtirgan